Toshkentdan biza bilan yo'lga chiqqan Gugurt iPhone 15 gacha ko'tariluvdi va Buxoroda buni hech kim hech narsaga almashtirmadi. Deb turganimizda Navoiyga keldik. Buxorodan telefon bo'ldi va akalar bizni eshitmay qolmiz deyishdi. Orqamizdan keyin buxorolik bratanlar nima olib kelganini ko'ramiz. Ketdi. Kelishdi mana. Okay? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima, okay? Mirshod. Bu narsani Jitur Buxorodan rahbarimiz berib yubordi. Rahbar o'zlari. Xuddi shunday. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Okay. Rostdan Buxorodan keldingizmi? Buxorodan keldik aka. Okay, to'g'risi, yuringdan ayting, nima uchun keldingiz? To'g'risi biz xafa bo'ldik. Chunki Buxorodan hech kim bermaganiga, avvalambor bizani endi obro'yimizga to'g'ri kelmaydi. Bo'lmasa qordi odam. Nimaga almashamiz, okay, 15 chi? Rozimisiz? Roziman, конечно, roziman. Qarang, bu iPhone 17 Masli Pro Max. Nima deyapti? Endi bu safar men ochaymi? Ha, bu kam ochsalar zo'rini ochadilar, shunaqa. 17 Pro Max'ni Navoiydan kim almashadi? Voy, deyapti. O'sha yangi chiqqan men nomini bilmaydigan rangu. iPhone 17 Pro Max Buxoroda. Biza Navoiydamiz. Endi Navoiyliklar sizlarga ozgina qiyin bo'ldi. Bunga mana mana shu akalar sababchi. Biz necha soat Navoiyda bo'lamiz? Ertaga kech payt chiqib ketamiz. Navoiyliklar aloqaga chiqaverasizlar.